أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar ilgirki oyatlarda ahli kitob va shunga o'xshagan kishilarningki haqiqat oshkor bo'lgandan keyin bu yo'lga kirib bo'lgandan keyin masalaning qanday ekanligini tushunib bo'lgandan keyin o'zining shaxsiy manfaati va boshqa sebepler tüpeyledin. Bu yoldan çekingenler küfür yolunu tanlaganlarga Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki asla hidayet yolunu nisbi kılmaydıganlığı, bulan hidayet kılmaydıganlığı, eğer bula tövbe kılmasa, özünün kılgan hatalıklarını düzenbilse, bulara qattiq azap berdiganlığı hakkıda. Ve bulanın ki sözde kıp ketken o kadar yaxşı işlerinin ki, o kadar hayırlıgen pullarının ki Allah'ın nazarında hiç nimege ötmeydiganlığı. Aksice Allah'ın nazarında qabul buluduğan sadaqatning ki qabul buluduğan yaxşılıqning qabul buluduğan sarf qilgan mal mulkning ki boshqacha, ya'ni Allah rizolik uchun ko'zlangan va o'zi eng yaxshi ko'rgan, o'zi uchun yaxshi ko'rganni boshqalarga bergan va Alloh yo'lida sarf qilganni qabul qiladiganligini ilgirki oyatda bayon qilib o'tdi. Ya'ni bu yerda ilgirki bir qancha qitimliq darsdan tortib bugungi darsga qadar bo'lgan asosiy maqsad nima desa, ahli kitobning abdi bashirisini va xarakterini bizga aytib berish. Ahli kitob o'zini bir kitob ahli bo'lish sifati bilan samoviy kitobning sohiblari Musa, İsa alayhissalomlarga o'xshash payg'ambarlarning ergashuvchilari degan bir da'vo bilan Allah'ın namıdın yalğanını to'qiydigan, dini bazı fikir hükümlerini Allah'ın namıdın uydurup çıkaradigan, o'zining manfaatiga to'g'ri kelsa, manfaatiga to'g'ri kelmay qolsa, iniq o'zlarining kitoblarida bor bo'lgan haqiqatlarni inkor qiladigan bir xil mijoz xarakteri va jinoiy qilmishlarini Alloh subhanahu va taolo ochmoqchi bu oyatlarda. Deb o'tdik ilgirki nurg'un darslarimizda qarindoshlar. Ahli kitob Rasululloh kelishdan ilgari boshqalarga Rasululloh bilan tahdid soladi. Bir payg'ambar keldi, shu kason qilishlarni qanday qildi ekanmiz deb qo'rqitdi haqni. Rasululloh keldi, uni inkor qildi. Allohningki Tavratdagi, Injildagi ahkomlarini bular qanday qildi? O'zgartdi. Buning qilgan qilmishlari intayin og'ir. Resulullah'ın hayatında yüz bergen bir misal nep etsaq, Xayber'deki Yahudilarning içinden bir ayal, nam abroyluk bir şularning arasındaki yuqori mertebelik bir ayal, yaman iş qilib, zina fahishlar qilib, buningga jazoni bergisi kelmedi bularninki. Yani yüz abroyluk, jamiyatga o'rin yuqori, tilikyudu, yeli dilikyudu, ish qilib benimisi bor. Bular bununla Resulullah'tan hüküm istedi. Yani Resulullah bir hüküm çıkarıp berse bularning jengil, mana Muhammed dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Dep şunu bahana qilib, undan buna qilmoqchi. Resulullah'ning qashig'iga kelgandan keyin o'ylamagan yerdan Resulullah mush rejimni hukmini o'tirib qo'ydi. Bular yo'q, nereden daşıldı? O adroq hukm chiqamamsa, bundan insofsizlik qilamdi degandek ma'noga qilgandan keyin Resulullah tamam undaqda. Sizlar mening chiqargan hukmimga rozi bo'lmasanglar, Tavratni aytinglar. Sizlarning Tavratni aytinglar. Tavrat hukmiga rozilar. Tavrat keltirildi, o'qidi. Shu oyat, rejim oyati kelgan vaqtda o'qiyotganlar qo'lni quyilib turib, yushurib, qashdagi musulmon bo'lgan Abdullah ibn Salam, asli Yahudi. Buni bildigan bo'lg'achqa, ya Rasululloh, ana shu oyat shu ko'zib qo'ygan ahvollar bor. Demek bu ahval Yahudilarning ichida, ahli kitobning ichida umumlashgan bir ahval. Manfaatiga kelgan yerda amal qilib, kelmagan yerda yushurib, bekkamay qolib qolsa, o'zgartib qiladigan ahval. Qur'on yuqorqi bir necha qitimliq darsimizda bayon qilingan oyatlar orqali ahli kitobning mushxil xarakterini bayon qilyapti. Mushu xil abdi bashirisini aytib beryapti. Hatto Rasulullahning payg'ambar ekanligi, Rasulullahning payg'ambarlik sifatlari bularning kitobida tafsili bayon qilingan. Bularni inkor qilyapti.
Rasulullah peygamberimiz bilan mau halal, mau haram dese, bularning ko'ngliga xo'sh yoqmasa yoki tabiatiga to'g'ri kelmasa, nima bunday shunda bunga qarshi turyapti. Masalan, tugunning suti go'sht haqida Rasulullohga qarshi chiqdi bular. Voy tugunning suti degan harom-ku. Bu qandoqsi halol bo'ldi? Rasululloh uning harom emas ekanligi, Allohning halolligini ana qildi. Bayon qildi bularga. Asli bular tushunish kerak. Gerçi ilgari bularning shariatida harom bo'lgan bo'lsa, nima ish harom bo'ldi? Buning xarakterini bilish kerak. Rasululloh bir zaman makonga loyiq ravishda Allah yeni bir tashri' qonun ahkamlar bilan avatgan payg'ambarimiz bilan Rasululloh Allohning buyrug'i bilan harom demasa, u harom bo'lmaydi. Mushu masalada Rasululloh qani Tavratning ahkamlar Tavratga qarayli dedi. Rasululloh o'zi o'qigan bir odam, masalan, o Tavratga o'zining arab tilini mo Rasululloh o'qib boqmagan hayotida bu vaqtda biz nurg'un qatim so'zladik. Tavrat boshqa tilda tabiiy arab tilidan boshqa tilda. Uni texim o'qimaydi-da. Rasululloh Tavratni ekinglar, Tavratga qarayli deyishida mutlaq bir ishonchi bor Rasulullohning. Ya'ni Robbi bo'lgan bir ishonchi bor. Agar shunga ishonch qilsa, Rasululloh demaydi uni. Shu munosabat bilan bugungi 93-oyatda Banu Isroildagi bir masala o'rtaga qo'yilyapti. Bayatni tilga olgan tuguningki suti, tuguning o'zi bir qism halol haromlar haqidagi masalalar tilga olinib, ahli kitobning o'z vaqtidagi halol harom masalalarining xarakteri va ahli kitobdagilarningki bu ishlarga tutgan pozitsiyasini bayon qilib, davatlo astag'izu billah kullu ta'ami kana halal li bani Isroil illa ma harrama Isroilu ala nafsi. Banu Isroilda hamma narsa halaldi. İlla ki Yaqub aleyhisselam özüge mani yemeymen, mani içmeymen, mani kılmaymen de özüge has bir şekilde ayrılagan işlerden başka. Yani bu Tevrat çürüşünün ilgirki ahval. Yani Tevrat'ta bu ahval ahval yok. Dani Muhammed aleyhisselam fa'tu bit Tevrat, Tevrat ne ekelinler? Fetluha okunlar in kuntum sadiqin. Muşların hemmesi ehli kitabının ebde beşirisi. Ehli Kur'an davatıdı. Kur'an'a qara emas, Tevrat'a qara davatıdı. Yani ehli kitabının Tevrat'a qilgan xiyonatiga qarata bir so'z aytadi Qur'on. Endi Yaqub aleyhisselam mesela bazı nezr qiladi, uni qilma bu. İbad dinda nezri var. Mesela uni qilma, buni qilmayman deydiganlar uchun. Bazı bir davolanish vositasi degandek, bazı bir dunyoda biraz o'zini mana addi sadda turmuşga köndürüş degandek sebepler tüpeyledin. Yaqub aleyhisselam bazı narsalarni o'ziga xos bir şekilde haram qiladi. Yani haram qiladi degani, yani men mani qilmayman, ani qilmayman degandek bir xil hukmlarni o'ziga xos qilib oladi. Endi bular ahli kitoblar bazı ahkamlarni bugungi kunda asta buyon qilish orqali yoki o'rtaga chiqib qilishning oldini olish orqali o'zininki tarixda o'tkazgan xatoliklari, Allohning ahkomlari bilan o'ynash qilliqlarining echilib qolishini ansiraydi. Yani rasvo bo'lish uchun, chunki bir millatning o'zining dasturi bilan o'ynashi, o'zining samoviy kitobi bilan o'ynashi, uni o'zgartirishi, xohlagancha yushirib, xohlagancha bir ish qilishi bu bir rasvochilik, bu xorliqning, zabulliqningki, ozg'unlikning boshlanishi. Endi Banu İsrail'da nurg'un ahkamlar bularni jazolash yusidan harom qilinadi. Masalan, shu An'amningki 146-oyatda qarindoshlar: "Va alallazina hadu harramna kullazi zufrin va minal baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma" degan oyatning oxirigacha ahli kitob o'z vaqtida butun tuyoqlar, masalan, tuguga o'xshash tuyoqliq hayvonlar, anikin qo'y, kala degandek hayvonlarning shu uchchi tarafdagi may, uchchi tarafdagi may va oshqozon mana uchaydiki, anikin so'ngaga chalishib qolgan bir qism go'shtlardan boshqasini harom qilgan ahvol bor. Bularga harom qilinishi bo'lishniki, shu harom qilinish degan kelgan vaqtda bir narsani digim keladi qarindoshlar.
Bazı qarindoshlarimiz har qanday bir haromdan zarar izlaydi. Har qanday halaldan manfaat izlaydi. Ya'ni shunda o'ylab olganki, Alloh bir narsani cho'qim ziyonli qo'yganlik uchun harom qiladi. Zararli qo'yganlik uchun harom qiladi. Foydasi qo'yganlik uchun halol qildi. Unda ish yo'q. Ashta bo'lishi mumkin, lekin keskin unda ish yo'q. Nurg'un ishlar zarar va manfaat tufaylidan halol harom qilingan bo'lsa, va yana nurg'un ishlar insonlarni adaplash, to'g'ri yo'lga kirgizish, chaniq turish, hatto o'tkazgan xatoligiga jazo yusidan harom qilinadi. Ma oyatda masalan, nimishqa bularga normal qo'yning go'shi, normal kalaning go'shi, nimishqa tugi harom qilingan o'z vaqtida Banu Isroilga, oyatning 5-da nim deydi. Zalika jazaynahum bi baghyihim. Bularninki haddidan eshib yo'ldan chiqqanlik uchun ashta jazolagan deydi. Undan boshqa sura Nisoning 161-oyatda mush masala aynan o'rtoq qo'yildi qarindoshlar. Fa bi zulmin minallazina hadu. Yahudilarning zulm qilganliklari uchun bularga halol pok narsalarni harom qildik. Ular Alloh yo'ldan to'sqanlik uchun, jazoni yeganligi uchun to'salgan bo'lmasa ular kishilarning mol-mulklarini nahaq yo'llar bilan yevaganlik uchun ashta qildi. Demek Banu İsrail'ga o haram kılınan narsa asla halal narsalar. Tügünün güçü halal, sütü halal, koyunun güçü halal ve o hem halal. Fakat bular yoldan çıkkanlığı üçün, zalim boğanlığı üçün, hatalaşkanlıkları üçün Allah buluğa haram kılgan. Yani samavi kanun, ahkamlar Allah'ın yolundan çıkan bir zalimning ustiga kelgan vaqtida biz bir narsaga qaraymiz qarindoshlar. Ya'ni Allohning yo'lidan nima ish chiqadi bu zolim. Bir odam Alloh yo'lidan chiqdi degandagi nim cho'qim bir sabab bor. Jazo neydi? Nima ishqa? Boshqalarga zulm qiladi nima ishqa? Alloh yo'lidan to'sadi nima ishqa? Kishilarning mol-mulkini nima ishqa? Cho'qim zolim yuqorqidagi kishilarni bir narsa uchun qiladi. O'zining nafsi uchun qiladi. Özünün huzurunu köpeytiş için başkalarının hesabına kılıdı. Hem de şeriat nima deydi desana, sen bu maqsadda yo'ldan chiqqan ekansan. O'zingning gelini deb, nafsini deb, havasini deb, shahvatini deb xatolashgan ekansa, sening bu maqsadingga yetkazmaymiz. Sana o haram, bu haram. Masalan, qo'y go'shi, kala go'shi, tugunning go'shi, suti, bularning hammasi o yüzden haram kılıngan. Ayetinin özünde iniqlanma. Fabi zulmin minellezina hadu. Mesela İslam fiqhisinde bir gap var. Mirasxo'r o'zining miras qoldiruvchisini o'ltirsa, mirasdan mahrum qilinadi. Nima ishqa? Chunki mirasxo'rning o'zining miras qoldiruvchisini, ya'ni o'zining masalan dadasi yoki o'ziga miras qoldirgan kishini o'ltirganligining o'zida köp ehtimal tezroq uning mirosiga erishish g'arzi bo'lganligi uchun shariat mushu xil g'arazlarni amalga oshirishning oldini olib mirosdan mahrum qiladi. Agar hukm bu shaklda yo'lga qo'yilmasa, balkim nurg'un ochko'z mirosxo'rlar dadasining yoki o'ziga miros qoldirilgan kishining mol-mulkiga ko'z tikib uni o'ldiradigan ahvollar ko'payib qolishi. Shunga yomon g'araz bilan qilgan ish bo'lg'achqa onunğa aksi, yani aksi bir şekilde ceza verildi. Oyluğunun tətirsi boyunca ceza verildi. Bununla o'xshash masala. Ahli kitap aşta yuqorqidek yaman niyet tüpeyledin. Yoldan çıktı mı? Hatalaştı mı? Xalqning mol-mulkini yedi mi? Zulm qildi mi? Bularga shu maqsadga yetkazmaydigan ahkamlar bilan bularga qonun chiqarib qo'ydi ekanki, sen nafsingni deb shunday qilgan bo'lsang, ko'ra, sana o halal, o haram, bu haram. Yani hatta qo'y go'shi haram masalan bularga bayatni deyilgan bir necha xil tarafidan boshqasi. Kalo haram masalan kalaning go'shi, undan boshqa to'gining go'shi usti ma shaklda qilingan gap bularga yani. Endi Yahudilar mashta bir eskiliklar var. Ahkamlarni ashta o'zi xohlagancha bir o'zgartiradigan yeri var. Mushu masala Rasulullahning davriga kelgan vaqtda o'rtaga chiqib qolmaslikni bakamut qildi. Chunki bular o'zini bir din ahli sifat bilan Madinada Rasulullahning davrida o'rtaga chiqayotgan bir xalq. O'zining rasuvo qilishini, boshqalarning nazaridan chiqib ketishini asla qanday qilmay xolamaydi. Bular matamaq Banu Isroilga haram, haram,
Ama Resulullah bunu halal degenden keyin talışıdı Resulullah bilan. Resulullah Tevratni bilarmisiz? Tevratga qarasa o boshqacha. Endi o'yinib baqaylik qarindoshlar. Ma ayetimizde Banu İsrailga mesela qarsak hem tamaq, hem yemeklik halal dedi. İsrail fakat üzüge haram qığını Tevrat yuştun ilgiri nima etdi? O haram nimagelik Yahud İslam üzüge xas haramdı. O degan vaqtda Tevrat yo'q. Tevratda nimda bu ahkam bo'lsin? Ahli kitobningki bu hukmlarni akilib Banu İsrailga mushu sizlarning hukminglar degan sifatda o'rtaga chiqishi bu bir xatolik degan mazmundagi bu oyatningki ilgari biz so'zlab kelayotgan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan oyatning keyin kelishning o'tiridagi munosabat mencha tushunildi, ammo shunda o'zim biroz kengaytmakni to'g'ri topdim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan oyat ahli kitobningki o'zininki qilayotgan yaxshiliklari yoki o'zining jannatga erishadigan bir kichik da'iradagi nazar doirasidagi iddaolarga qarshi kelgan oyat. Ahli kitob biz uni qildik, buni qildik va ahli kitobga o'xshash kishilar o'zining qilayotgan ma'lum bir xayriyat ishlarini, saxovatlarini yoki qilgan ancha-muncha yaxshi ishlarini dastak qilib jannatga kirdigandek holatda yashaydi yoki ashta ko'rinadi kishilarga. Alloh subhanahu va taolo insonning qilgan yaxshiligi, insonningki qilgan sadaqatlari, insonning qilgan insonlarning xizmatlarininki qandoq bo'lsa qabul qilingan, qandoq bo'lsa qabul qilinmaydiganligini oyatda qanaq qotidi, ayirvatidi. Ya'ni bu shekildagi o'zi eng vujudidan chiqarib, qalbining tigidan chiqarib, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni sadaqat qilganlar, uni sarf qilganlar, o'zining eshqanda, bekor qolganda emas, o'zining eng ehtiyojli vaqtida, o'zining boshqa ishlarga vaqt yetmaydigan shaxsiy ishlar besvagan vaqtidami, am boshqa ishlarga vaqt chiqib o'zining vaqtini sarf qilsa, kuchini sarf qilsa, iqtisodini sarf qilsa, an qabul qilinadiganligini, ya'ni u insonlar agar Allohni ko'zlamagan bo'lsa, jannatni ko'zlamagan bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan narsani sarf qilmagan bo'lsa, ularning iddaolarining hammasiningki behuda, unumsiz ekanligini bayon qilish orqali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan bir şekilde mesele aşağıya davamlaşqandı. Endi insanda biz ilgili saatlik dersimizde degandek her bir xil tuyg'ular var. Tuyg'ular uzluksiz bir şekilde hareketlenip durdu. Bazı duqi aldığın saatte biz bir sözünü qilayotgan vaqtimizda agar boshqalarning tuyg'usini to'g'ri tunib yetalisak, biz to'g'ri tunib yetalisak, shu tuyg'uga yarışa bir şekilde mas sözleyelirsek, hitap kılalırsak, onunla nehtigid söz. Kur'an del şu şekilde her insanın vücudundaki tuyguğa mas şekilde hitap kılıp aldığın katamlak saatte biz qana qıgan toq degen toq. Hem de bugünkü okumakçı olan ayetimiz şu yemek içmek babideki halal haramның meselesi. Hem de insanda yaydigan işidigini bozuğu, tamam. Mesele yok. Yeydigan, içidigini bo'lmagan ahvol ostida, mening hech nimam bo'lmasa, menga halol, haromni bayon qilsa, biroz mening ichki tuyg'u dunyoyimda bunga nisbatan hozirligim bo'lmay qoladi. Chunki halol, harom deb ayirish uchun menda bir narsa bo'lish kerak oldi bilan. Yeydigan bir narsa bo'lish kerak. Ondan keyin bo'lgandan keyin mau halalken, mau haramken deb ayirish bir xil tuyg'usi bo'ladi. Shunga oldin oyatda avval yo'qlarni bir narsaga yiqilish mazmunida oyat keldi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar eng yaxshi ko'rgan narsani sarf qilmoqcha jannatga, buyuk darajaga, Allohning rahmatiga erishamaysiz degandan keyin inson tuyg'usida nima paydo bo'ladi? Yo'qlarning tuyg'usida bir xil xotirjamlik paydo bo'ladi. Chunki boshqalar ularga bir ajizlar, kuchliklarning, yo'qsullar, balaning cho'qim kapolatiga erishidi. Ya'ni menda bir narsaga erishish hozirligi shakllandi. Olimango menda yo'qib qolsa shakllandi. Ondan keyin halal haram meselesi umdan keyin keladi ki, ağanda
halal haromga diqqat qil. Uning ma'vo halili, ma'vo nimasi, harimi degandek ma shaklda qanday qilyotidi, kelyotidi. Ma shaklda kelyotidi. Allah subhanahu va taolo insonlarni baynamorat qildi. Shu oyat haqida biroz to'xtalsak. İnsanlar ba'zi kambag'al, ba'zi boy. Kambag'allikni ibrat qildi, ammo ibrat qilib tashlab qo'ymadi kambag'alni. Tashlab qo'ymadi. Balki uning shu kambag'allikni qamdaydigan yana bir tarafni buningga qana qildi, ega qildi. Balani buningga baguzdi. Bu yerda shunda bir ibrat borki, boylik, kambag'allik vaqtlik bir ish. O'tkinchi bir ish. Tarixda hech kimda boylik davomlashgan emas va kambag'allikmi mengu davomlashgan emas. Bugun sen kambag'al olsa, boshqalarning kafolatiga uchraysa, boshqalar sana kafolatlik qiladi. Atiboy senmi xuddi bugun boshqalarning kafolatiga erishgandek boshqalarga mu kafolatlik qilishing kerak. Bu şekilde yoki sen bugun boy qo'l iligingda bor boshqalarga beriyotsa, bu yerda bir xil xotirjamlik bo'lsanda, erta o'g'in sen yo'qsilib qolgan vaqtda, qo'lingda yo'qib qolgan vaqtda boshqalar xuddi sen bugun boshqalarga turmushiga kafolatlik qilgandek, yordam bergandek, boshqalar sana qana qiladi, yordam berib qoladi. Mushu xil tuyg'u insonning kallasida o'rnatiladi ilgirki oyatdagidek. Endi mushu o'rnatilib bo'lgandan keyingi bugungi oyatda annekin shu oladiganning biradiganning halili, harimi qatorliq ahkam undan keyin keladi. Ya'ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan oyat ilgirki mazmunga xizmat qiladi. Yani ahli kitobninki va yoki ahli kitobga o'xshash kishilarninki qilib ketgan yaxshiliklariningki, sarf qilib ketgan pullarininki, kuchlarininki hisob bo'lmaydiganligiga xizmat qiladi, ham bugungi oyatga ham xizmat qiladi. Ilgirki oyatga deb oyat so'zildi. Bir odam osmon, zamin to'shquchayni, zamin to'shquchi oltinni biribmi o'zini qutqizolmaydi. Chunki jannat kirishdigini kim o? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bu. Ana bugungi oyatga xizmat qilganimi bir odam ahkamlarni elishdan ilgari o'zining cho'qim tashlanib qo'ya olmaydiganligini. Mayli bugun qo'lingda bir narsa bo'lsin, sen bayol ya'ni yoki qo'lingda hech nima yo'q kambag'al ol, sening mutlaqo bir narsa erishdiganligingni, shu erishgan narsangdagi halol, harom ahkamlarning bo'ladiganlik tuyg'usini insonga beradi. Bu nuqtadan u oyat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun oyat bugungi oyatga ham qanday qiladi? Xizmat qiladi. Undan keyin kullu ta'am kana halal li bani Isroil. Yana bani Isroildagi butun taomlar hammasi halol deb bani Isroil illaki Isroil degan Yaqub alayhisalom o'ziga xos harom qiladi. Ya'ni biz bayatdan dedik qarindoshlar, bu Banu İsrailga ba'zi narsalarning harom qilinishi u narsalar mutlaqo ziyonli qo'yganlik uchun emas. Bir misol olsak, valillahil masalul a'la. Bir dada balasqa ba'zida adablashusidan haftalik bo'lsa bermaydi. Adablashusidan uni qilmaysa deydi. Adablashusidan bu qatim falon tomoqni yemaysa deydi. Masalan kichik bolalarni. Buni hammasi adablash, bolalarga ziyonli qo'yganlik uchun emas. Faqat bir askilik qilib qoldi, shu bermadi. Yoki shuni bermadi. Shunga o'xshash bir masala. Endi oyatdagi kullu ta'am kana halal li bani Isroil degan oyatga qaytib qarasak, hal degan so'z arabchada odatda masdar deb qo'yamiz. Ya'ni tüp ism yoki harakat nom deb ataymiz. Bütün so'zlarning yasildigan yildizi. Buning odatda arabchada bunda şekillik sözler köpküm mağdu, birlikkim o hem mağdu. Mesela Sur-i Mumtehine'nin 10. ayetinde mümin ayallar sizlerinin kaşınlığı kelse ya eyyühellezine amenu idâ câekumul mu'minat muhacirat degan ayette la hunne hillul lehum de köplikke ula mümin ayallar kuparlığa halalamez degan yerde hillun degan söz köplikke işletilmelik. Yani hil özü bir yakki söz olsa mı hem köplikке qanday qilinadi, ishlatiladi. Yani ayette Allah bütün tamaklar Banu İsrail'e halalti degan vaqtida aş yuqoridagi ma'no bo'yicha
kullu taam, kul bütün tamaklar hil bunda köplük bir şekildeki mana. Yani hemmesi halaldır degan ma'no chiqadi. İlla ma harrama İsrail ala nafsihi degan yerden faqat ozgina bir qismi va Alloh uning qo'shilg'ini. Yaqub alayhisalom ma'nosini men qilmayman, o'zimga qilmaslikni nazar qildim. Aniq qilmayman, o'zimga qilmaslikni nazar qildim. Alloh uning qo'shilg'ini bu. Yani bu yerda nima chiqadi desa, harom bo'lgan narsa bek oz yani. Ko'p emas. Bir qismi. Uning ustiga bu narsalar Tavrat tushishdan ilgari kishilar. Tavratda yo'q yani. Yani ahli kitobninki ba'zi narsalarni, endi maqsad keldi-ku. Yaqub alayhisalomga nisbat berib, Yaqub alayhisalom uni qilgan, buni qilgan. U uni qilgan, buni qilgan deb o'zining Tavratga nisbat berib, Yaqub alayhisalomga nisbat berib, hali İbrahim alayhisalomga nisbat berib qilayotgan ishlarining ko'p sonliqi bularninki o'zining shaxsiy manfaatini deb yolg'ondan to'qigan ahkomlar yoki o'ydirmoqchiliklari. Bu ahvollarning rasvo qilmaslik buni shunchalik tirishidi. Ammo Qur'on buni rasvo qilib da'vat etgan bu oyatda qul fa'tu bit-Tavrat. Tavratni akalanglar ba'zi ahkomlarda. Fatluha in kuntum sadiqin. O'qibaqmaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bugungi oyatlardagi ilgirki oyat tilg'inilgan masalalar oz bir ishki masala. Buni bir misol sifatida ko'ringlar qarindoshlar. Masala intayin buyuk. Ahli kitob bo'libmi? Yahudiylar masalani o qadar aralashtirib o'tganki, din nomidan o qadar yolg'onni to'qiganki, payg'ambarlar nomidan o qadar yolg'onni to'qiganki, bular bu yolg'onning ichilib qolmaslik uchun butun kuchini ishga solgan, holbuki Qur'on ularni ochgan. Qarang, qul fa'tu bitar. Dangi Muhammad alayhisalom Tavratni ekilinglar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dang bular biladi. Rasulullohning degan gaplarininki Tavratdagi gaplarga udutida qolgan bo'ldi. Bu ekilanmaydi. Ey bir Tavrat ahli, bizning Tavratimiz bor deb turgan odamlar, boshqa bir payg'ambarning birisi akila Tavratingni desa, mana Tavrat deb ekilanmasa, biz bugun musulmonlarga akila Qur'onini desa, mana Qur'on deb ekilaymiz. Ammo ular ekilanmadi, ekilanmaydi. Chunki ular yolg'onchi. Chunki ular din nomidan tuhmat to'qigan, ularning o'ltirgan, qopgan, tug'an turqining ko'pinchisi tugidek din nomidan to'qilgan yolg'onchiliklar. Bular ichilib qolmaslik uchun butun kuchini qanday qiladi? Ish qiladi. Depogandan keyin 94-oyatda gapning to'chqisi amdi keldiki, "Faman iftara alallohil kaziba min ba'di zalik fa ulayka humuz zalimun." Kimki shundan keyin Allohga yolg'onni to'qisa, masala o'tirdi. Masala oydin. Allohga yolg'onni to'qisa, ana ular ashular haqiqiy zalim. Ogohlantirish. İlgirki 3 kun ilgirki darsimizda qarindoshlar gap nereden başlangan desanglar? İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun fela yuqbala min ahadihim mil'ul ardı zahaban degan oyatning oldidilar. İnnellezine keferu ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum. Bu oyat var. Ve ondan ki ilgirki oyatda bularning hammasini o'qiyotgan masalaga bularningki ahli kitobningki nurg'un masalalarni bilib turib masala aydın turib qo'yganligi o'zgartganligi yo'ldan chiqib ifodalanadi. 86-oyat var ya, kayfa yahdillohu qawman, o'sha oyat tam gapning boshlanishi. Allah iymon aytib bo'lgandan keyin, yani buni tunib bo'lgandan keyin, bu payg'ambarning rostligiga guvohlik berib bo'lgandan keyin, aniq pok dalillar o'rtaga chiqib bo'lgandan keyin, yani kufr yo'lini tanlagan, kafir bo'lganlarni kayfa yahdillohu, Allah qanday hidayat qiladi? Bu odamning hidayatga loyiq mi bularga? Deb oyatning oxirisida vallohu la yahdil qawmaz zolimin deb boshlagan bo'lsa, 86-oyatda, mana bugungi 94-oyatda yine bularni zalimun deydi Allah. Yani ikki oyatning o'rtidagi bütün oyatlar, mazmunlarning hammasi bularning qandag'ib o'ziga zulm qilganligi, nima ish qilganligini misollar orqali bizga gapirib qarindoshlar. Masala shu. Bir necha kunlik darsimizdagi umum masala ahli kitobning xarakterini da'vatidir. Biz ummati Muhammadiyada shu xarakter tepilib qomusin da'vatidir. Shuning uchun askartiyotdi. Undan keyingi oyatda yani gapni xulosalab o'tdi.
asli masalaga qaytadi. Asli masala nima edi? Ahli kitobningki islomga bo'lgan noto'g'ri qarashini oydinlashtirish. Ahli kitob mayli xristianlar bo'lsin yoki yahudlar bo'lsin, o'zini Ibrohim alayhisolamga nisbat berishdi. Haq din biz deb qaraydi. Haq kitob bizning kitob deb qaraydi. Ammo Qur'on nima deydi? Haq din islom. Islom Muhammad alayhisolam kelgan dinlar emas. Adem alayhisolamdan tortib ta Muhammad alayhisolamgacha Alloh avatgan dinlarning hammasi islom dini. Chunki asosiy prinsip o'xshash bir qism ahkamlar zamon makon sharoitiga qarab o'xshamasimi? Prinsiplar o'xshash. Bütün kitoblarning hammasi Allohning kitoblari, bütün kitoblarningki targ'ibotlari, ahkomlari, ta'limotlari prinsip jihatdan o'xshash. Ana o'ganda mushu yo'ldan chapnimay mang'allar o'zini Ibrohim alayhisolamga nisbat berishga haqliq. O'zini ilgari payg'ambarlarga nisbat berishga haqliq degan mazmunda 95-oyatda qul sadaqalloh dami Muhammad alayhisolam Alloh ras etdi. Fattabi'u millata Ibrohim hanifa. Agar sizlar haqiqiy rasul bo'lsanglar, Ibrohim alayhisolamga aytishinglarki, Ibrohim haq yo'lga erishgan. U mushriklardan emas deb avlagan qanday qiladi gapni xolos gapni davatdi bularga. Endi oyatning 5-da qarindoshlar Alloh rast etdi dan va Ibrohim alayhisolamning yo'liga ergishinglar. Ibrohim hanifdi. Hanif to'g'riligini biz ilgari bir darsimizda so'zlagan ismda. Buningga Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni qanday qildi buyurdi. Endi Ibrohim alayhisolamningki millati qanday millatda qarindoshlar. Ibrohim alayhisolamning millati shunday millatki, butun mu'minlarni, Allohga imoat qilganlarni muslimin deb atagan millat. İbrahim alayhisolamning millatiga ergishinglar deganlik bu yerda butun dinlarning javhar mag'zi o'xshash. Adem alayhisolamdan Rasulullohga bo'lgan payg'ambarlar karvoni bir karvon. Ergishinglar deganning o'zi bir ergishuvchi va nima qiluvchi va ergashuvchi. Millat degan gap hozir bizdagi millat hukumat emas, balki ideya, fikr, aqida, yo'l nuqtasidagi millat. Yani bunun da aqidasi va millatning, ahkomlari va millatninki mana bular. Bu nuqtadan ahli kitoblarga shuni bayonot e'lon qildiki, bu yerda haqiqiy yo'lga chiqsang kim? Hammasining umumiy prinsipi o'xshash. Musa alayhisalom kelgan, Isa alayhisalom kelgan. Sizlar ahli kitoblar voy bizning yo'l deb da'vo qilgan yo'lning xarakteri va buningki asosiy prinsiplari payg'ambar alayhisalom kelgan, Muhammad alayhisalom kelgan bilan o'xshash. Ahkamlarni o'xshamaslik zaman makon sharoitiga qarab farqlanadi inib, ammo umum prinsipda tamoman o'xshash. Biz bir tarafdan kelayli İbrahim alayhisolamni hanif deb sifatladi. Tarjima qilgan vaqtda to'g'ri yo'lda mangan deb tarjima qildim. Biz buni ilgari darsda tushundirgan hanif asli bir narsaning mana igilgan holatini, bunda mayma qo'ygan holatni hanif deymiz. Asli igilgan ma'noda. Ammo tuz yo'l deb tarjima qilyapmiz. Bu qanday hukm desa, odatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar avatishda qanday vaqtda avatadi desa, bir jamiyatda fasodchilik umumlashib, yomonlik umumlashib, umumiy kishilar yo'ldan chiqib ketib, ashu zalolat, ozg'unlik hamma odam tomonidan to'g'ri yo'l deb qabul qilingan vaqtda Alloh subhanahu va taolo darhol payg'ambar avatadi. Bir jamiyatda xato yo'lda manganlar, to'g'ri yo'lda manganlar, xato yo'lda manganlar, to'g'ri yo'lda manganlar chaqirib turdi, da'vat qilib turdi, payg'ambar avatmaydi. Tugab hammasi bir jamiyat umumyuzlik xatolik patqiqiga petib, birovlar chiqib mau xato deyanmagudek, hamma odam tomonidan bu xatolik to'g'ri sifatida qabul qilingan bir holat kelgan vaqtida payg'ambar keladi. Endi mush bir jamiyatda bir yomonlik butunlay to'g'ri sifatida qabul qilinsa, bu to'g'rilikdir jamiyatning nazarida. İbrahim alayhisalom buning namunasi. İbrahim alayhisalomga ergashgan, İbrahim alayhisalomga o'xshash haqiqatchilik qanday qildi, payg'ambarlik qanday qildi, da'vatchilik qanday qildi, butun odamni to'g'ri yo'ldan ketayotgan mush yo'ldan chiqadi. Ya'ni egilib chiqadi. Tunji qarmoqqa butun jamiyat mengayotgan eqindan chiqib ketgan. Hammadan qilayotgan to'g'ri ishdan chiqib ketgan bir shaklda
yo'l tutadi. Bu nuqtadan shu buningga ishlatilgan so'z Hanif da yo'ldan chiqib ketgan, egilgan, qayrilib ketgan ma'nodagi so'z ishlatiladi, ammo buni biz to'g'ri yo'l deb qana qilamiz, tarjima qilamiz. Endi oyatning 5'ida sadaqalloh, Alloh rost aytdi deb bir jumla keldi. Allohning rost aytdi degan so'z, rostchilik degan nima desa, gap bilan reallik udulkasi rostchilik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo alim zot. So'zlaydi va bu so'zi mangu qiyomatga qadar to'g'ri degan shaklda qanday qiladi? O'rtaga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar tilidan so'zlaydi. Payg'ambar agash kishilarining tilida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarining tilidan so'zladi. Kitob orqali so'zladi. Bu so'zlarningki reallikka uyg'un kelmay, zidlashib qolishi aslo va aslo mumkin emas. Masalan, Alloh iymon masalasiga oid masalalardan birini tilga oldi. Masalan, deylik, misol olaylik. Makkadagi dastlabki davrda Rasulullohning vaqtida mu'minlar shunchalik bir xafalık etdi. Bularning soni 200-300 ga yetmaydi. Dastlabda 50-60 qillik. Yani bu adamning vaqtida o'zini himoya qilgudek odam topa olganlari himoyachi tepib shu asosda arancha saqlaydi. Himoyachi topolmaganlari boshqa davlatlarga berib hijrat qilib shu yerda aranchani saqlaydi. Onu qilolmagan, buni qilolmaganlari azod qilinadi. Mashta bir davrda. Va o'zining jinni saqlayolmayotgan bir davrda Qur'on nima deydi? Sayyuhsamul jam'u va yuvalluna dubur. Bu bir top guruh mag'lub bo'ladi, qochidi degan iborat ishlatadi Qur'on. Umar radhiyallohu anhu buni anglagan vaqtda bir hayron qolgan sifatida, bu bugun bizning ahvolimiz bu shaklda tursa, biz o'zimizning jinnimiz saqlanmasak, bular bizning oldimizda vayron bo'lama, xuddi bizning hozirgimizga o'xshash. Sonimiz oz, o'zimiz ojiz, siyosat jihatda, iqtisodiy jihatda hamma jihat ojiz. Dushmanimizni o'ylasak, dushmanimiz hech yengiladigandak emas. Boshqa holatda hech kimning aqliga sig'maydi. Ular yengiladi desa, Qur'on ana shunday vaqtda shunday degandi. Ras bo'ldimi bo'lmadimi? Badr urushi keldi, Uhud, undan keyingi Makka fathi. Hammasi mag'lub bo'ldi. Shu vaqtda Umar radhiyallohu anhu o'zini tushunganligini tilga oldi shu vaqtida. Demak, Qur'oni Karim degan har ish mutlaqo bo'ladi. Bir aqtimmo yoki bir ehtimollik bilanmo Qur'on degan ish bo'lmagan ahvol yo'q. Şu sure Nisa'da tekrar eslatib 82-oyatda. Afala yatadabbarunal Qur'on. Qur'on haqida o'ylab baxmamdi, qarab baxsolmamdi. Agar Allohdan boshqasidan qashidmagan bo'lsa Qur'on, nurg'un qarshiliklarni uchratgan bo'ladi. Yo'q, qarshilik yo'q. Bu nuqtadan oyatda shu payg'ambar alayhisolamga Allohga buyurib deydi: "Qul sadaqalloh." Alloh rost aytdi deydi. Andan keyin undan boshqa ahli kitob, mayli yahudilar bo'lsin yoki ahli xristianlar bo'lsin, o'zlarini Ibrohim alayhisolamga nisbat berishdi. Ibrohim alayhisolam yahudi deb, Ibrohim alayhisolam xristian deb. Ammo tushunish kerakdi. Yahudiyat, xristianiyat, nasroniyat Ibrohim alayhisolamdan kim kelib chiqqan ish. Yahudiyat yo'q vaqtda, xristianiyat yo'q vaqtda Ibrohim alayhisolam qanday bo'lib xristian bo'lib qoladi, qanday bo'lib yahudi bo'lib qoladi. Buni bir aql o'ylasam, o'zining bir normal aqli o'ylansimi, aqlga sig'maydigan gapda bu. Shuningcha Ali Imronninki 65-oyatida ya ahlal kitob lima tuhajjuna fi Ibrohim. Nimishqa Ibrohim haqida bu qadar munozir qilisizlar? Tavrat, Injil Ibrohim alayhisolamdan keyin tushgan tursa, afala taqilun. Bu sig'dug'idek aqlingli yo'qmi? Va undan keyingi oyatda 67-oyatda "Ma kana Ibrohim yahudiyyan va la nasraniyan." Ibrohim yahudi emas, xristian emas. Ibrohim haq yo'lda mangdigan musulmon, mushrik emas. Bu yahudi nasronlarga nisbatan urilgan eng qattiq zarbiki, qachon yahudilar Uzayrni Allohning o'g'li dedi. Xristianlar İsa alayhisolamni Allohning o'g'li dedi, mushrik bo'ldi. Arablar o'zini Ibrohim alayhisolamningki
shu yo'ldan ketyotdi deb qaraydi, butga ibodat qiladi, mushrik bo'ldi. Allah masalani kesseki İbrahim unda emas. Bu sizlarning qilayotganinglar İbrahimning yo'li emas. İbrahimning yo'li cho emas. Bo'lgandan keyin qul sadaqalloh. Allah ras aytdi. Allah'ın digini hammasi ras. Yuqorqi Yahudilarning İbrahim alayhisolamning Yahudi emasligi ras, Xristian emasligi ras, mushrik emasligi ras. Agar sizlar haqiqiy to'g'ri topmoqchi bo'lsangiz, unda bo'lsa, haqiqiy uzanni İbrahim deb qarasa, İbrahimi deb qarasanglar, İbrahim alayhisolamning uzanligiga mansub qilsanglar, fattabi'u millati İbrahim hanifa va ma kana minal mushrikin. Ya'ni İbrahim alayhisolam mushrik emasdi, shirkdan qo'l uzinglar, yo'lingni pokizlanglar, Alloh o'tgan bu yo'lga, bu manhajga, bu hayot dasturiga ergishinglar. Shu vaqtda sizlar İbrahimga tava biz degan gapingizda haqq qo'lisizlar deb ahli kitobga oxirgi qitimliq bir qitim ogohlantirishni berdi bu oyatda. Qarindoshlar, bugun vaqt munosabati bilan mushayda dersimizni oxirlashtiramiz. İnşallah dersimizin davomı keyingi darslarimizda uzluksiz davom qiladi. Kelasi soatlik darsimizda kurashganga qadar hammalarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.